Assalomu alaykum barchalaringga. Videoda cho'zib o'tirmayman, qalaysizlar. Puljon launcher boru sekin eshitiladi. Puljon launcher degan programma orqali Artifact serveriga kirishni o'rgataman va uni qatdan tortishni ham o'rgataman. Telegramga kiramiz birinchi o'rinda. Kirganimizdan keyin manasiga Jahongir deb yozamiz va shu kanal chiqadi. Kiramiz. Mana shu Puljon launcher mana tashab bergan bo'laman. Undan oldin faqat mana qimirlatyapman. Mashinaga kiramiz. Sal kirib olsin, Wi-Fi noto'g'ri ishlayapti. Kirganimizdan keyin mana shu kanalga obuna bo'lib bo'lsa, 50 ta bo'lsa zo'r bo'lardi. Va keyin PUBG o'ynaydiganlar bo'lsa, tekinga vizolim PUBG yusi beradigandan tashlayman. Aniq beradi. Keyin Telegram kanallarga kirib olib, mana shu Puljon launcher sanovga qilasizlar. Tortib bo'lgandan keyin buni ichiga kirasizlar. Kirganinglardan keyin noto'g'ri sortdan. Uzr do'stlar. Uzr do'stlar, uzr. Men bor uzr. Xullas, sizlarda akkauntlaring yo'q bo'lgan lokal akkauntga yozasizlar, ismlaringni yozasizlar. Yozganinglardan keyin akkaunt sizlarda bo'ladi. Mana o'zim akkauntim bor. Keyin qaraysizlar, sizlarda bular yo'q bo'ladi. Qo'shishni yozib, creating from yozasizlar. 1.19 versiyani topib, 1.41.0 turibdi-yu mana boshida. Mashina stanovga qo'yib olasizlar. Cancel deb qo'ymaysizlar faqat. Keyin bunaqa chiqadi, forgami shunaqa. Keyin play deb bosasizlar. Bu ham stanovga bo'lish kerak. Stanovga bo'ladi. Stanovga bo'lgandan keyin kutib turasizlar. Va avtomatik tarzda kiradi. Mana xatiga tegmay turamiz. Kutamiz bitta. Kutamiz. Yellow file desasizlar. Va chiqib ketasizlar avtomatik tarzda. Sizlarda chiqib ketmasligi ham mumkin. Ba'zi ham ishlaydi, kutib turasizlar yana. Yana avtomatik tarzda rejimga olib o'tadi. Mana olib o'tdi. Kutib turasizlar yana. Keyin kutib turinglar-da. Men noto'g'ri chask tez boribman, sizlarda bitta bo'ladi. Asha telefonaqa bitta bo'ladi. Men noto'g'risiga kirdim. Bitta bo'ladi.
Xullas, 1.19 + 10 versiyasini topasizlar. Men boshqa versiyada qilyapman. Ikkisidan bir xil kiradi. Kira bo'lsin-da. O'zi avtomatik dastur bo'ladi. Kutib turamizda. Keyin turadi. 855 turar ekan. Biz stanoqqa qo'yib olish kerak. Videoni shu joyda sal tezlatib ko'ringlar. Maslahatim sizlarga. Xullas, stanoqqa bo'lgandan keyin kiradi. Hozir menga cho'ta kirmayapti. Qiyin bo'lib ketdi. Kirgandan keyin men sizlarga tushuntiray. Multiplayer turgan joy bo'ladi. Multiplayer ashini bosasizlar. Kirganlaringdan keyin chap qo'lda, tepada, oxirida turgan bo'ladi. Ashini yozib turib, tepadagisiga nom berasizlar. Men Artez deyman. Uni tagiga artefakt, kichkinada artefakt nuqta uz deb yozasizlar va join server deb qidirasizlar va chiqqandan keyin bosasizlar, registratsiya qilasizlar. Bo'pti.